Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Oldindan aytib qo'yay, bugungi she'rimning mavzusi hozirgi jamiyatimizdagi juda katta muammo haqida. Endi shuni boshlayman-da va gapirib, so'ng yechim va izoh berib o'taman. Marhamat, boshladim. Sarlavhasi: ijtimoiy tarmoqlar ko'rib. Ijtimoiy tarmoqlar ko'rib, bir narsaga bo'ldim men hayron. Manfaatli kontentlar turib, rekda faqat urush, to'polon. Ko'rishlar-u layklar bo'yicha top kontentlar o'ntaligida shov-shuv, g'iybat mavjud hamisha, shunga talab ham ko'pligidan. Eng oson tanqid: bloger aybdor. Shunday kontent chiqarmasin-da. Menda biroz farqli taklif bor. Har ne chiqsa ham ko'rmasin-da. Bachkana hazil-u shov-shuvlar sizda talab borki uchadi. Bir sekund ham ko'rmang-da shular, taklifidan butkul kechadi. Alisherning so'zi balki chin. Yolg'on bo'lsa hamki aytinglar. Bema'no, befoydadan kechib, ilm ma'rifatga qaytinglar. She'rimiz tugadi. O'ylaymanki, tushunganlar tushundi. Ya'ni bu yerda kuzatganimki, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'rilayotgan narsalarning aksariyati foydali deb bilmadim. Videolarmi, vaynlarmi yoki rekdagimi, ya'ni tavsiya qilinayotgan videolarmi, eng ko'p ko'rilganimi, layklar ko'p bosilganimi ko'rsam, ochig'ini taqqoslab ko'ryapman-da, manfaatli emas. Bu nimadan? Hozirgi ko'p yoshlarmi, balki kattalar ham bo'lishi mumkin, balki aynan siz ham bo'lishingiz mumkin. Bu menimcha nafsning istagiga bo'ysunish oqibatida manfaatli narsa ko'rilmayapti-da, faqat shu g'iybat narsa, shov-shuv narsa ko'proq ko'rilyapti. Undan foyda yo'q bo'lsa ham. Tavsiya bildiramanki, mabodo kerakkan paytingizda nimadir tavsiya qilinayotgan bo'lsa, oldin qarang. Undan nima olish mumkin? O'zini kim chiqazyapti? Va undan maqsad nima kirishingizdan? Tavsiya qilardimki, saralab, eng maqbulini tanlab ko'ring. Shu yechim bor edi. Ochig'i gaplarim ko'p edi, lekin hozir shaxslarni ko'rish niyatim yo'q. Oddiy g'oyani gapiryapman xolos. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar.